200 ming so'mlik mana shu qurilmani sizga ishlatishda foydasi tegadimi yo'qmi? Akalar, bu qo'limizdagi mobil Wi-Fi router, ya'ni siz bunga sim karta qo'yasiz, bu o'zidan tochka tarqatadi. Ya'ni telefoningizdagi mobil tochka dostupani yoqqan vazifasini bajarib beradi. LTE 5G yozilgan bo'ladi, lekin 200 ming, 300 ming narx segmentdagilar barchasi LTE da ishlaydi, ya'ni 4G da. Masalan, notebookda ko'chma olib yurishlarda juda ham qulay. Bilasizlar, telefonda hadeb tochka dastupa tarqatib internetdan foydalanish telefonni batareyasini juda ham charchatadi. Mana shunaqa holatlarda 200 ming, 250 mingga mana shu qurilmadan sotib olish menimcha yaxshi yechim. Xo'p, bunga yaxshi ishlaydigan, o'zingizning hududingizda yaxshi ishlaydigan sim kartani qo'yadigan bo'lsangiz, 4G da ishlaydi. Internet yaxshi tezligini ta'minlab beradi. Bittagina knopkasi bor, yoqish, o'chirish uchun. Xo'p, orqasini ochamiz. Men o'zi ochib olganman. Orqasida batareykasi bor, xuddi Nokia telefonlarnikiga o'xshab ketadi va mana sim karta qo'yiladigan joyi bor. Bittagina mana shunaqa sim karta ketadi. Yangi olasiz. Korobkasida bu qurilma batareykasi va mana bunaqa Type-C kabeli bor zaryadlash uchun va sim karta qo'yib yoqqaningizda birdaniga ishlab ketadi. Yoqish, o'chirish uchun mana bu yondagi knopkachani bosib turamiz. Yoqishi biroz vaqt talab etadi. Ko'ryapsizlar, 5G yozilgani bilan bu 4G da ishlaydi. Lekin internet sifati juda ham yaxshi. Albatta, bunga qo'yilgan sim kartaga ham bog'liq. Buni akalar har xil variantlari bor. Mana shu qurilmani o'zi 200 ming atrofida narxi va buni boshqacharoq variantlari ham bor. Buni yaxshi tomoni, o'zim ishlatadiganni, ekranchasi bor. Ya'ni ekranchada antenna holati, demak Wi-Fi va Wi-Fi ga ulangan qurilmalar chiqib turadi bu yerga nomeri. Siz qo'ygan sim kartani nomi, batareykani holati, Wi-Fi nomi va Wi-Fi paroligacha ko'rinib turadi. Wi-Fi parolini o'zgartirish uchun o'zini alohida brauzerda kiritiladigan HTTP o'sha linki bor, o'sha bo'yicha kirib, admin sifatida kirib, Wi-Fi kodlarini, demak 3G, 4G rejimda ishlashni, nechta qurilma ulanishi mumkinligi kabi nastroykalarni kompyuteringizda, telefonda qilsangiz bo'ladi. Buni o'zida hech qanaqa nastroykani qilib bo'lmaydi. Buni faqat knopkachasi bor va mana bu yerda reset qiladigan knopkachasi bor. Qolgan nastroykalar, masalan 3G da ishlaydimi, faqat 4G da ishlashi mumkin yoki 10 tadan ziyod qurilma ulanmaydi. Shunaqa nastroykalarni hammasini, demak, admin sifatida telefoningizni Wi-Fi ga ulaysiz va telefoningiz brauzerdan mana bu batareykani ochganingizda tagida yozilgan o'sha HTTP raqamlar bor, o'shalarni kiritib, o'sha admin parol sifatida parolni kiritib, o'zgartirib, o'zingizga moslab sozlab olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana bitta qurilma ulangan, bir raqami chiqib turibdi. Bu olib yurishda juda ham qulay va akalar, agarda sizlar notebookda buni mana buni ulab qo'yib, notebookga zaryad qo'yadigan bo'lsanglar, ham zaryad oladi va notebookga xuddi set sifatida ulangan vazifani bajaradi. Ya'ni notebookingizda Wi-Fi ishlamay qolganda, mana shunaqa qilib kabelni ulab qo'ysanglar, xuddi notebook o'zini setga ulanganday tutib, internet ishlab ketaveradi. Men o'zim bu qurilmadan 1 yilcha bo'ldi foydalanaman. Bundan oldin mana bu yerda ekranchasi yo'q, bundan ko'ra oddiyroq va arzonroq versiyasidan foydalanganman. Unda 3 ta yoki 4 ta indikatorcha bo'ladi. O'sha qizil, yashil yonadigan, o'shanga qarab batareyka holati, antenna holatini ko'rish mumkin va uni nastroykasini tushunmaganman. Ozgina nastroyka qilinadigan joyi bo'ladi va ishlashi menga unchalik yoqmagan. Lekin mana bu, Xudoga shukr, ancha vaqtdan beri ishlab turibdi. Faqat orada mana bu tugmacha ishlamay qoldi, bosilib qoldi. Buni o'sha telefon ustalariga olib borgandim, 5 minutga qolmasdan sozlab berishdi. Akalar, bu qurilmani men o'zim uchun foydali deb bilaman. Shuning uchun bu qurilma haqida sizlarga qisqacha obzor qilib, mikrofon, stabilizator va shunga o'xshash mobilografiyada ishlatiladigan vositalar yoki mana bunga o'xshagan vositalar haqida ma'lumotlar bo'lsa, albatta sizlarga berib boramiz. Biz o'zimiz uchun foydali deb bilgan ma'lumotlarni sizlarga ulashib boramiz. Ko'proq foydali ma'lumotlar uchun OnTech YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizda mobilografiya, montaj bo'yicha ko'plab darslar mavjud. Kirib bemalol o'rganishingiz mumkin. Akalar, mobil syomka bo'yicha darslar joylashtirib bormoqchimiz. Darslarimizni qaysi telefonda videoga olishni ko'rsataylik? Samsungda yoki iPhone'da? Qaysi telefon foydalanuvchilari ko'p? O'zingizning telefoningizni izohlarda yozib keting, biz shunga qarab darslarimizni reja qilamiz. Barchaga omad. Bizning kanalni kuzatishda davom etinglar.